Assalomu alaykum. Hozir biz mana o'sha shakldan birini qilib boqaylik. Bu dars analitik geometriya va algoritm san'ati nomli darsimizning bir qismi. Algoritm san'ati degan darsning ichidagi mazmunlar, shunga o'xshash mazmunlarni o'rganamiz. Bu dars matematik bilan program tilining birlashmasi bo'ldi. Hozir adabiy mashqlarni ishlab ko'rib o'taylik. Misolga yozgan kodlarimiz uchratadi. Function. Bu ders qatnashgan bolalar program tili saviyasi, masalan Python va hokazo degandek tillar darslar qatnashib boqqan. Bizning burungi o'quvchilarimiz yoki boshqa o'zligidan yoki boshqa o'rgangan bolalar bo'lg'achqa, ba'zi narsalarni pek tafsil so'zlab ketmayman. Ma'lum saviyasi bor deb qarablam tez o'tib ketaman. Hozir bu darsni bir o'rnak uchunlarni qildim. Video qilib qo'ydim. Lekin misolga oddiy shakllardan birisiga function to'g'ri yozdimmi? Evet, to'g'ri yozdim. Lekin create canvas misolga 400 hozir nima bo'lganini ko'ramiz. Function draw deb ikkita funksiya va funksiyani biz nima o'xshatdik? Bir inputni bir outputga aylantirgan mashina o'xshatdik. Endi background ma oxirida chiqqan narsa ma ranglarni to'qmaslar 255 degan bo'lsa RGB red green blue degan buni bolalarni yaxshi bo'ldi. Biz bu qora ranglik bo'lsin andikimga endi biz bir vaqt ishkidan tashlab bilan 3 o'lchamliklarni qilishga o'tib ketaylik. WebGL dedik andikimga bital box deb masalan 20 da 20 sistemada bir tal box kichik bo'ldi bu 120 bo'lsa masalan chiqadi 120. Endi biz buni bundaq chuglatmoqchi, aylantirmoqchi bunda deylik. Mana bu bundaq o'ngli so'lg'mag'ini x axis bo'ldi, x o'q. Ya'ni matematikadan bilamizki, yuqoridan to'g'ri maqsa y o'q bo'ldi. Biz bu shuni x o'q bo'yicha, ya'ni mayadan materialni kirgizib, materialni qildik. Endi bunda chugiltaylik shu o'q bo'yicha. O'sha o'q jimt bo'lsin, qizilsiq jimt bo'lsin, chugilsin demoqchi. Axis jimt bo'lsin, chugilsin demoqchi. Unda bo'lsa rotate deymiz. Buni rotate x bo'yicha chugiltimiz. Misolga 45 gradus chugilsin. Hozir g'alatiroq bir narsa chiqishi mumkin 45 gradus. Hamma buni deb beraylik. Angle mode degrees deb beraylik. Degreesni xato yozdim. Endi to'g'ri bo'ldi. Endi bo'ldi. Hozir biz buni bunda chuglatib olan qilish uchun orbit control deb ma'ni yozsa qaranglar. Nima ish bo'ldi? Bunda chugiltalaymiz. Xalanchi chugiltalaymiz. Orbit control chugiltalaymiz. Endi nayt yaxshi. Buni qila olgan bo'lsak, boshqa ishlarni qilamiz. Endi orbit controlni qildik. Endi bir ikki tal menda qilaylik. Orbit controlni o'chirmay turay bo'ldi. Orbit controlni o'chirmay turay. Endi shunlar motionga o'xshash bital boxni chiqarmoqchi bo'lgan bo'lsam, box 120 bo'lgan bo'lsa, 120 demak 100 da hisoblash qilsam bo'ldi. Box 100 degan bo'lsam, ya'ni yeniga emas, joy-joyiga chiqib oldi bu. Shkil boxni aşağıya. Endi bunda qilaylik. Translate degan bital funksiya va funksiya degan nimada function is a machine that convert in an input to an output deb sizlarga evetga videolarda va qazanmalarda chiqdi. Ya'ni bir narsani bir input, ya'ni bir kirgan narsani bir outputga aylantirib, ya'ni nima degan gapsak bir masalan kiralg'ini misol olsak, kiralg'oga suvni va kir kiyimlarni sepsak, pakiz kiyimga aylantirib chiqib turadi. Shunga o'xshash translate bir narsaga aylantirib barliq funksiya shu. Va mana 100 del x, x, y, z mana 3 tal parametr oldi. Ya'ni kiralg'oqni ham solamiz, kir kiyimlarni solamiz, sopuni solamiz, suvni qo'yamiz. Qani ekan mana shunga o'xshash, pakiz kiyim chiqib qo'ygan o'xshash. Mana x, y, z 3 xil narsa chiqib bersak, mana chugiltib berdi, qaranglar, mana yaniga chiqib berdi. Unda bo'lsa bu sal Cehuk yo'g'on ketib qolgan o'xshaydi. Men 50 qilay. 50 qilgan bo'lsa, men ikkinchisi chiqdi. Ko'rin oladik. Endi buni yana o'sha o'z beti qilay. Uchinchisi chiqdi. 100 dagi bek yo'g'on ketibdi bu. Endi bu yan chiqdi. Yaxshi, bu buni aytib bilanka qaranglar. Endi biz bevositali ishimiz o'tib ketaylik. Bunda qilaylik.
bitta for bilan bir narsa chiqib boqaylik. For degan for loop degan bir takrorliq biz buni o'qishlarni yaxshi bilgan bo'lishqa bu yerni biyoz atlab o'tib ketib turay. Initial values dastlab nol bo'lsin, lekin I 8 dan kichik bo'lsa, davomlashsin I harakatida ish bo'lsin. Lekin boxni qildik. Mana uchratay. Harakatim shu takrorliqning ichida davomlashsin degan 8 ta bilan chiqib qaranglar. 8 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta chiqdi. Unda bo'lsa ikki qur chiqarish uchun qanday qilamiz? Ikki qur chiqarish uchun qaranglar, mau x y z mana nim bo'ldi. Ma x mau y x ma mouse sizgan boshqa taz yaxshi sizamdim biz. Yoki bo'lmasa manda o'ylasak bo'ldi. Mas siz taxtani qilib olgan bo'lsam bu yaxshi bo'lar ekan to'xmayga. Manda bo'lsa manda bir tal taz ko'p shakl olmay qoldi, ko'p shakl deb o'ylab turibman. Manda bir tal shaklimiz bo'lsa bizniki. Bu yerda manda shaklimiz bo'lsa, bu yerda mana o'xshash bir tal ko'p shaklimiz bo'lsa, mau x matrix ma'g'ini x o'q. Matrix ma'g'ini y o'q. Lekin bu yerdan chiqqan z o'q. Mana position shu boshlanish nuqtasi bu yerda deb oldim. Mana x yer ekranda past tushgani y deymiz, ekranni sirtqa qarab ma'g'ini z deymiz. Men ranglik sistem yaxshi bo'ladi-da, lekin mouse bilan tasa qatnashamdim. Men siz taxtam bilan siz tushundiray. Hozir shunday tushunib turibman. Ham sizlar hammalar bundan bildan bo'lishqa bu yerni tizlamatlab o'tib ketdim. Endi qaraydigan bo'lsak, mana azroq o'tir nuqtasi miya bo'lib qolibdi. Unda matrapim o'tkazatadi. O'tkazish uchun bunday qilaylik. Miyaga boshlanish manda qilib bo'lsak bo'ladi. Qo'shilgan translate qo'shilgan. Masalan, minus 100 degan bo'lsak, nechadan boshlab chiqdi mana qildi. Tamam, buni atlab o'tib ketdi bo'lmasa. Bu yerdan hozir mana shakldan birini qildik, biz ikkinchi bir shakldan birini qilaylik. Lekin for ikkinchi qurliqdan demoqchi. Buni 0 olsun, ikkinchi bir o'zgaruvchi, bo'lmasa 8 olsun, lekin c++. Lekin yaxshi, mana ichiga kirib olsak ham, mana ichiga kirib olsak ham nima bo'ldi? Qur bir narsa chiqmoqchi, ammo qanday chiqamiz, bilmadan chiqamiz. Buni birinchisini qildik. Birinchisi qilib bo'lgan 80 hozir mana bek chiqib keldi mavju 64 tal chiqdi. Shu mana birinchi 8 ni qilib bo'lgandan keyin nima qilish kerak ekan? Keyni yandirish kerak. Mana bunda men nima qilay? Push bir muhim ish bor. Push lekin mana pop asliga qaytaryapti mana. Hammasi asliga qaytaryapti. Mana bu mau translate muhim ishni bayon xato qilib kelman. Mau man qilib bo'liblam. Ya asliki nimaga nisbatan asliki koordinat markaziga nisbatan qilgan bu. Unda mana nima qilaylik? Qo'shilgan ay ko'pay 50 ko'paytirilgan ay deylik mana qilaylik. Bo'lsa 50 ko'paytirilgan ay x nima? Ay 8 qatim o'zgardi. Ay mana o'zgardi. Lekin push pop xudo qo'yavami? Yo'q. Avval translate undan box qilsam to'g'ri bo'ldi. Avval translate. Hozir men x ni o'zgardi, y ni o'zgartirishimiz kerak. Y ni qanday o'zgartiraylik? Ko'paytirilgan 50 ko'paytirilgan j. Buni yana bir tafsil tunishtirma. Shundan keyin mana o'sha tamg'a o'xshash shakldan bir sasl bo'ldi. Bu qanday bir narsa? Mana nested loop deymiz, bunda takrorlangan looplarni. Bularni lekin bundan bir narsa qildi. Ma boxniki 50, ma x, lekin y mo 50 olsun. Z ni masalan normal randomdan bir san qilay. Masalan 40 bilan 100 ning oralig'ida bir san qilay nemishqa. Har xil bir narsa qilmay qarang ko'rolama. Frame rate mite.
Hazır mana oxşaş her qatımda nimler özgürüp turadi. Endi biz şunu bir-birlep özgertaylik. Qanday özgertimiz? Qancha vaqt o'tib ketdi? Qancha vaqt o'tdi deyman. Ma asosan silib olgan bo'lsak yaxshi endi. Biz bu kodimiz bu yerda turib tursin endi nimani yezishga boshlaydi endi. 5ga bunday let bunday kata shakli bölümümüz. Şu an bunu slice SCL bilen mıdaklaydı. 40 deydi misalga scale deydi bizce. Scale 40 çoğunlukla 40 olsun andiken. Andın let qancha tal mıdak onu solga kata 10 diyen qancha tomba. Andiken rows qancha qurpa degan gap. Andiken let w vidizini demekçi. Biz bu yerda vidizini masalan 1000 deyli. Qo'shib qo'ymasak bo'lmaydi. Let andiken x'likni h bilan ifodalab turaylik. 800 qilaylik. Mana endi mana w mana h mana chiqdi. 800 kichik chiqsin cho'p oldi. 600 qilay bo'ldi. Cho'nib ketdi. Bo'ldi endi. Shuning bilan kengroq chiqsa yaxshi o'xshaydi endi. Endi ham kengroq chiqsa yaxshi ekan. Create canvas'ni aniq qildik. Andiken calls nechta kolman borligini bilish uchun qarang bunda. Kata bundaq kenglikni hozir mana bu men bayam sizga qo'ydim-ku, bundaq kenglikni mana bu scale bilib olsak nechta katak borligi chiqadi. Burungi darslarimizda jihsizlagan narsalar o'qishga bilasizlar buni. Function bo'lsa calls is equal to width'ni bo'lingan scale bölümümüz. To'g'ri? Andiken rows is equal to rows mu kenglikni yo'q, x'likni scale bölümümüz. Scale bölümümüz. Şunun bilan endi color modni Angles'ga acıtmam yok mu? Turib tursin Angles lazım bo'ladi. Color mode deganimiz HSB, Hue Saturation Brightness degan bir rang var. Buni 360, 100 degan bir rang bilan qilaylik. HSB deganimiz mana HSB Color Hue Saturation Brightness degan rang var. O'g'mongan bunda bo'ldi-ku. Bir yerden başlandı o misalga manadaki yerden başlandı o 0 gradus ya da mana o'xshash deylik misal 0 gradus diye başlandı o mutrat o'ttirdan qanchalik qaysi tarafga qarab turyapti demakchi. Men yerda bo'lsa misal mancha gradus şu an bu gradusni bildirdi 360 gradus. Andiken S deganimiz saturation. Men yerdan qanchalik yiroq demakchi-ku. O'ttirdan qanchalik yiroq qaraydigan bo'lsanglar, yiroq ma'nosida bekrak asli rang chiqadi, men o'tirmoqlar oqirib ma'du. Andiken brightness yoki mana value deb aytdi. Brightness past tushgan sari qaralaydi, yuqori chiqqan sari shu ranglar chiqadi. Shuning bilan andin buni qilib bo'ldik. Draw kelaylik, draw background. Andiken orbit control, manaslarni o'chiritaman. Manaslarni o'chiritaman. Yaxshi. Endi directional light ma ekran qapqaranlık. Emniyet bizga bir tal dunyoni berdi-ku. Biz şu dunyoni directional light 0 0 100 0 ma hozir 100 bo'lib tushuntirib 1 -1 yani kam yozaman minuslarmi 0 0 100 0 0 1 -1 xatni xato yozgan elavami hamma yer imlo xatoli bo'libdi. Ayting yozuvchi. Directional light endi bo'ldi. Bu mana degan gapchi. Mana
biz sızgan näste munda 3 ölçemlik çoňkurlyk hissini eliş üçin muşta bir nem kıldyk. Çırak koştuk. Hazır masalan birden tür düşündürmene. Anden tanıştırıvereli. Saldan yapımız hazır düşündürüyordu. Mavu RGB rangını bildirdi mavu. RGB ma andiken mavu X, Y, Z'ni bildirdi. RGB X, Y, Z'ni andiken ambient light 65 Watt'tan MD sahiye binasından çıkırış için. MD kamerani ola kuş okşaş kördan kılış için bulanımı yana ders, bir ders texnik tepkilipsizden buldu. Ve rotate ikez pi ma çember duraklıqdaki pi var o. Yani başını ma bulondan nasıl bu men yana tepkilipsizleyme cep hatayız kuvvetimi rotate x'e. Anningen rotate z değil bu ne? Frame count. Ma her kıtım ekran tık ekran yenilığa vaqtda aşu frame count. Her kıtım birini koşmadı. Men monçinci kıtım yenildim özemni dep. Anken translate ekranın kengligini bölüngen 2 bölüp degan gap sol taraf. Ekranın egizligini bölüp 2 bölüp degan gap 0. Anken ekran o'tirdan başlaş üçünçü bir narsalar bulunsa. Ela simetrik boluş üçün demekçi. Anken for endi tekrarlıq geldi. For let y degan koordinatlarga tushadigan y degan y deganimiz o'zgargichimiz 0 oldu. Anken bu y kichik voqcha rows'dan kichik voqcha anken y plus anken okay. Yaxshi for let x 0 anken x kichik voqcha calls anken x plus andan keyin mishadın let in and bir noise funksiyasi. Noise deganimiz shavqun. Yani qalamqan bir narsalarni qildi. Qalam tartibsiz. 415 y köpeytilgan 415 anken frame count köpeytilgan 402 andan keyin let column height ma egizlikni tepireyli. Andan şunu nimde resetini hata yazdım. Maplaymiz yani şu n'ni 0 bilen 1'nin aralığındakini 10 bilen 200'ün aralığındaki bir sanı özgertimiz gibi. Mayli 0 bilen 1'nin aralığında bir şavqundaki bir narsa çıkıp düşüyor. Mesela print n dep köylü buldu. Benim ana oşu yer kıtım okşumaydıgan bir narsa çıkıp. Şunu biz özgertimiz. Endi kodumuzdaki nayet az yeri kaldı. Endi column height'ni qilib bo'ldik. Push bilan translate degan yerlarga keldik, qo'ydaymi? Baqayli. Push musha bayam qilmayman ko'rdingmi? Mush push bilan popning oraliq narsalar keyin qitimga ta'sir ko'rsatmaydi. İşte tushunib turay hozircha push bilan popning oraliqi, ama push bilan qo'shdik, pop anda qo'shqinimizni chiqaryapti. Translate çünkü bo'lmasa kallamiz yaman qaymoq turadi ma translate degan narsa. Endi x ni ko'paytiryapmiz. Scale parametrasi qanchada? 40 50 40 ta. Endi y nimi scale bilan ko'paytiryapti. Hatto yiqi yozaychi mayli. Kompyuterim qatdi. And then bunu kompüterim to'xtatib auto refreshni o'chirib turaman. Auto refresh o'chib qoldi. Endi bu har qatim kod yozganda ekranni har qatim yangilab turib. Endi translate and column
Column height'ni, ekran egizligini ben ma'nosini imlanim to'g'ri yozamoqchiman. Andan buni bo'lingan 2 qilay. Yo'q, 2 qilsam bo'lamda bo'ldi. Column height'ni 2 qildim. Andan onundan başqa translate yani yutkaydigan ishni qilgan hue deydigan narsalar turib tursin bo'ldi. Filmni nasıl cho'ktirib tursin. Box ham. Box kelsak scale -4 andikan scale -4 bu kenglikning gaplari. Column height egizlik yani bir nima baqaylar nima shular bo'ldi bu ko'p baqaylar. Ha, ko'ra olammi? Bir yagma print ama şu print kompüterimde kaldırıyordu ki hemen mada şekilde çıkardır. Biz bunu ranglavatsak lan bu demde. Yani başka ekranda buraya print yazıp olan bir işlem ama yok. Mana pek chiroyli bo'ldi. Endi biz buni nima qilaylik? Ranglaylik. Ranglik chiqaraylik. Ranglik chiqarish uchun bayam HSP color dedik. HSP color. Hue saturation brightness color. Let hue value değil. Hue value is equal to map. Hue value dediğimiz tam oldu maplaymiz bunu. Yani ma'lum bir sanga ne qilamiz? Bekrek egizlik kichkinasilar boshqacharoq chiqadi. Column height 10 bilan 200 ni aralığına 280 160 andın geleyle fill toldurma hue value bilan toldurma 90 bilan 100 qizil yeşil ko'kmayadagi ranglarni olamiz-chu. Andın no stroke qadırma qarsanlar mana stroke'lar bo'lmaydi. Ama auto refresh'ni qilib olsam mana chiqadi. Stroke. No stroke ya ekranning nimasi yo'q. Ha, mana chiqdi. Shunda chiroyli chiqdi. Endi biz buni yana azroq bir ranglarni o'zgartirib qo'yaylik. Mane rotate zene qizil rang jiqraq qizil rang chiqib oldi bu. Bir o'zgartaylik. Noise'ni qanday qildik? X'ni 0.15 bilan yani 0.115 bilan ko'paytirib 0.115 bilan ko'paytirib 0.102 bilan ko'paytirib 0 bilan 1 narliq sonni 10 bilan 2 narliq songa o'zgartdik. Andikin hue'da column height'ni 10 bilan 2 narliqni 280 bilan 160 narliqqa o'zgartdik. Fill no stroke box pop asasen çıktı şeklimiz. Asasen çıktı. Endi yani yaxshilarga yana bormi yo'qmi bir qarab boqaylik. Ha, mana cho'nliqchi. Çoğunlukla mana 200 yani 800 çoğunluk chiroyliroq ko'rinsin dedim de. And then color mode HSP 360 100 color mode HSP 260 yukarıda ma bu asli hamdi bo'ldi. Hamdi bo'ldim 360 ha mana ko'rib oldik mana shakldan bir chiqdi aytib chiroyli chiqdi bu. Tugdi mushuna o'xshash darslar uchun darsimiz qatnashsanglar bo'ldi.